Jizzax viloyati Do'stlik tumani Bunyodkor mahallasida mana shunday baliq ovi tashkil qilingan. Bu yerda hozir 100 dan ziyod odamlar bor. Bemalol mana shu yerga kelaverasizlar. Mana bu yerda baliqxona ham bor. Baliq ham yeyishga sharoitlar bor. Mana Allaroldan kelgan yigitlar. To'randa ham bor. Mana Sherali Afg'ondan kelgan. Yaxshi. Jizzaxdan yigitlar. Ya O'ngchon yigitlari. Odam ko'p juda ham. Bu joyda qarmoq. Qarmoq Roziqul aka. Charchamayapsizmi? Ha, malades. Ham dam olishimda bu. Ha, yaxshi, malades. Jizzax yigitlari. Qobil polvon ham shu yerda o'zi. Bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Malades. Ikki ishladik. Aha, bormi shu yerda baliq? Ha, bor. Malades. Baliqni nimasini, ovni xo'jayini Abbosbek bo'ladi buni. Hofiz aka qormang. Kecha 3 ta ushlaganingiz. Bugun bormi bironasi? Bugun endi 2 ta bo'ldi. 2 ta? Malades. Charchamang. Assalomu alaykum. Qormang, charchamayapsizmi? Qayerdansiz? Jizzaxdan. O qimirlayapti-ku u. Ko'ryapsizmi? O'ynatyapti hozir. Qarmoqni. Baliqni xo'jayini. Qormanglar. Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Bo'lasizmi? Assalomu. Mana Qahramon aka, mana shu barxonani xo'jayini. Bemalol kelaversin. Mana shu yerda 800 metr joy qilgan. Bugun o'zi 100 dan ziyod nimalar bor. Ovchilar kelgan. Assalomu alaykum Qahramon aka. Va alaykum assalom. Sog'liklar yaxshi. Mana sharoitlari bor, hamma narsasi. Sal nima qilib yorsangiz, mana chetdan kelayotganlar to'shni adresini aytsangiz, qanday sharoitlari bor? Nima sharoitlar qilib berasiz? Adresimiz mana Jizzax viloyati Do'stlik tumani Bunyodkor qishloq fuqarolar yig'iniga kirishida chap qo'lda shunday katta sentral yo'l yoqadi. Xo'sh, hozircha bir 700-800 kilo baliq tashladik. Ertaga kelayotgan bozor kuni birdaniga 500 kilo baliqimiz keladi. Unga xudo xolasa niyat qilamiz. Bitta yangi bitta velosiped qo'yamiz birinchi o'ringa. Undan tashqari xudo xolasa bitta yaxshi bir katta velik qo'yapmiz sovringa. Xo'sh, bitta bitta ko'ya qo'yamiz yoki bitta katta bir 5 kilo sazanni metkalab qo'yamiz. O'shani kim ushlasa, o'sha velosiped o'shanga, sovringa baliqni ham olib ketadi, plyus. Undan tashqari endi haftadan boshlab mana ro'zadorlarimiz bor. Ro'zadorlarimizga xudo xolasa niyat qilaman o'zim. Nechta bo'ladi? 10 ta bo'ladimi, 20 ta bo'ladimi? Shu yerda o'zim tekin iftorlik qilib beraman. Yaxshi, rahmat. Hozircha bonuslarim shunday, lekin baliq mana realni odamlarning ko'ziga Instagramga ham qo'yapmiz. Odamlarning ko'ziga mana shu bugun 150 kilo, kecha 450 kilo, undan oldin kuni 250 kilo. Salkam bir tonna baliq tashladik. Qahramon aka uzoqroqdan mehmon kelsa, sharoit qilib bera olasizmi yotishga? Ha, bemalol. Mana joylarimiz bor, sharoit qilib beramiz xudo xolasa. Mana bu yerda o'zimiz baliq qovuramiz, baliq shashliklarimiz bor. Tuxum sosiska, yengil ovqatlarimizdan. Ichimliklaringiz? Ha, ichimliklardan mana suv, hamma narsalari bor. Boyagi ro'zadorlar uchun boyagi suvlar ham bepul, besplatni. Mana manzilimizni qaytadan tushiramiz. Mana katta yo'l yoqaga chiqdik. Birinchi o'rinda mana mo'ljalimiz afisha. Mana qovurilgan baliqlar, salqin ichimliklar.
Bu yog'i mana Jizzaxdan kelishi, Do'stlikdan kelishi. Xo'sh, bu yog'i Bunyodkor qishloq fuqarolar tarafga qarab ketishi. O'shanga yetmasa, mana chap qo'lda joyimiz bor. Mana endi mana yashil yo'lka qilyapmiz, bog'dorchilik qilyapmiz. Qo'limizdan kelgancha hamma sharoitlarni qilib beramiz.